Pechkalar juda sekin ishlaydi va ular avtomatik emas. Shuning uchun men bugungi videoda oddiy pechkadan ko'ra kattaroq pechka yasab, ichiga avtomatiklashtirilgan pechkalarni ham yasamoqchiman. Va bu juda ham avtomatik bo'lgani uchun juda ham oson. Birinchi bo'lib oddiy pechkani yasab olamiz. Piksellarni ko'rish uchun hamma bloklarning pikseli 16 va bu yerda kulrang jun bilan kulrang tosh ham ishlatilgan. Bularni hammasini yig'ish kerak. Birinchi bo'lib menga suyak kukuni kerak. Suyak kukunini skelet fermamdan olaman. Mana shunday qilib biroz kutib turamiz. Keyin bo'lsa menga qora rang ham kerak bo'ladi. Qora rang bo'lsa allaqachon sandig'imda bor. Endi men 18 ta kulrang yasa olaman. Kulrang toshlarni mana bu toshli cho'ldan olsam, boshqa kulrang junni bo'lsa qo'ylardan olaman. Mana bu yerda qo'y bor ekan, mana shu qo'ydan jun olaman. Lekin vaqqa bor yo'g'i bittagina jun bor. Sandig'imga ham lekin 8 ta qo'y juni bo'lsa ham bar ko'proq kerak. Endi bo'lsa kulrang tosh olish uchun toshlarni kovlab kelaman-da. Keyin ularni rangli qilamiz. Mana shunday qilib kulrang toshlarni yasab olaman. Undan keyin mana hamma bloklar tayyor. Qurishni bemalol boshlasam bo'ladi. Qurishni men piramidamni yondan boshlamoqchiman. Chunki bag'i juda ham tekis ekan. Mana shunday qilib qurib olamiz-da. Endi menga yana qora jun kerak bo'ladi. Mana tayyor. Menimcha biroz qiyshiq chiqdi. Buni to'g'rilab olamiz. Endi bo'lsa yarimtali bloklarni ham ishlatib ko'rib quraman. Mana yarimtali bloklar menimcha yaxshi bo'ldi. Endi yon taraflarini to'ldirib chiqamiz. Xuddi mana shunga o'xshatib. Mana birinchi tarafi tayyor bo'ldi. Endi boshqa taraflarini ham shunday qilib qurib chiqamiz. Lekin albatta bular yetmaydi. Endi bo'lsa kavlab kelaman yoki boshqa narsa. Menimcha juda ham ko'p kavlashga to'g'ri keladi. Lekin qurish stoliga qarasam buni yasab bo'lar. Menga allaqachon diorit bor. Endi bo'lsa bemalol yasasam bo'ladi. Mana shunday qilib yasab bo'ldim. Shuncha yasaldi. Mana shunday qilib yasab olamiz. Endi bo'lsa qo'yishni boshlaymiz pechkaga. Hamma yog'ini bitirdim. Endi bo'lsa kichkina detallar qo'shib chiqamiz. Tosh yoki qora jun. Mana shunday qilib ichi qop-qorong'i bo'lib qoldi. Endi bo'lsa o'tlarni olib tashlaymiz. Ana endi yoritib chiqamiz. Keyin bo'lsa pol qo'yamiz. Pechka qurish bajarildi. Endi bo'lsa keyingi topshiriqlarga. Pechkalar uchun menga ko'pgina tosh kerak bo'ladi va uni sandiqlarimdan biroz olib turdim. Lekin juda ham kam, faqatgina 16 tasiga yetdi. Yana biroz sandiqlar ham ko'rib qoldim yo'ldan, ulardan ham olib ketyapman. Va mana ukamga tuzoq qurgan joyimga ham bor ekan toshlar. Aytgancha mana meni sabzi fermam. Men keyingi videoda 1000 stak sabzi yig'ish challenge-ni qilyapman. Lekin hali video tayyor bo'lgani yo'q. Chunki hali 1000 stak sabzigacha yetgan yo'q. Endi bo'lsa ko'p pala pechka qurib olamiz. Bu pechkalar menimcha 1 stakka yetadi va bittagina tosh ortib qoldi. Endi bo'lsa pechkalarni qo'yib chiqamiz. Yoki boshqacha qursam ham bo'ladi. Misol uchun mana bunday. Endi bo'lsa qo'rla yasab olamiz.
Bizga ko'proq qur kerak, chunki ularni o'rnatib ham chiqamiz. Mana hammasi tayyor, hamma qurlar o'rnatib chiqildi. Endi bularga vagon qo'yib chiqamizda. Mana shunday qilib qo'ysam, richaglar bilan ishga tushirib, bular pechkancha narsa tashib ketaveradi har o'tgan safar. Endi bo'lsa test sifatida sinab ko'ramiz. Bittasini ichiga tashab, ichiga shunday qilib tashib chiqamiz. Bittasini bunisiga tashlaymiz. Bo'lsa ishga tushirib sinab ko'ramiz. Ko'raylikchi, ishlarkanmi yo'q? Mana ishlayapti. Bitta hozircha hammasi yaxshi ishlayapti. Shunday qilib bugungi video tugadi. Agar video yoqqan bo'lsa kanalga shu videoga like bosib, izohlarda bironta fikr yozib keting va mana bu pechkani ham 10 balli sistemadan baholab keting. Va shu kanalga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang. Men tezroq 1000 ta obunachi yig'moqchiman.